Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda qurilish tugallanmagan obyekt bo'ladi. Manzilni oldini aytib o'tamiz. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Bunyodkor ko'chasida joylashgan bo'ladi. Orientir 8 mo'jiza kafesini yon tomoni bo'ladi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Birin-birin obzorlar bilan tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, mana shu ikki dona boks bo'ladi. Egalari o'zlari uchun yaxshi sifatli etib qurgan ekanlar, podushkalaridan baland etib, ondan keyin ustlaridan, fundamentlardan zo'r etib ishlaganlar. Bemalol kelib ochib ko'rsa bo'ladi deydi. Keyinda podushkasini o'zi 60 sm etib qo'yilgan ekan. Eldinda bir chakmon shebin ham bor. Bu tarafda hozir toshlari bor. Mana shu ko'rib turgan ikki dona boks bo'ladi. Razmerlarga kelsak 5 metrga 12 metr 600 metr kvadratga teng. Qalasanglar, ikkovini bir odam olsa bo'ladi, katta bir zdaniya bo'ladi. Ustlarini ham meni yaxshi etib, sesna poyezlar bilan, rossiyskiy armaturalar bilan ishlaganman deb turibdilar. Bemalol kelib, ko'rib, xarid etsanglar bo'ladi. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. Ana shunday Halvochi marketdan kirib kelsanglar bo'ladi. Halvochi marketdan kirib kelsanglar, chap qo'lingizda birinchi ko'cha 8 mo'jizaning qoptonida joylashgan. Ko'pchilik biladi, bu yerimiz bozor, yangi bozor sanalgan territoriya. Endi bozor ishga tushib ketgandan keyin vobshe zo'r bo'ladi bu yerlar. Sababi bozorning ichidan ham kirish eshigi, ko'cha tarafdan ham kirib chiqish eshigi ochib qo'ysanglar bo'ladi. Ikki tarafdan xot bo'ladi. Orqa taraflarini ko'rsataman bo'lsam, orqasidan 1 yil toshi bor ekan, 1 yil pishgan karbichi bor ekan. Bemalol kelib qurilishni davom ettirsanglar bo'ladi. Materiali bor. Endi ishlarga kelsak, egalari endi bir odamniki bo'lgandan keyin, lekin hujjati ikki. Xalasanglar bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Xalasanglar ikkisini bir odam olsam bo'ladi. Ikki hujjatda hech qanday muammo yo'q. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Xom karbich, pishgan karbich aralashtirib yaxshi etib ishlangan. Fundamentlardan, betonlardan, armaturalardan eng zo'rlari, yaxshilaridan qo'yilgan. Общий aytganimizda 10 metrga 12 metr bo'ladi. 5 metrga 12 metrdan bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Sababi ikki dokument. Narxi bunday qimmat emas. Bemalol kelib ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu tarafimiz 8 mo'jiza, shuning qoptonida joylashgan. Bunyodkor ko'chasida. Do'stlar, obyektimizni ko'rib tanishib chiqdinglar. Mana shunda bir chakmon toshlari bilan, hozir toshlari bor bilan. Ko'chalari keng. Lokatsiyasi yaxshi yerda. Aytganimdek, fasadi 5 metrga 12 metr, 2 magazin. Hujjatlarida hech qanday muammo yo'q. Egalarining o'zlarini 210 million so'm bloknotga birin-birini yozib qo'yibman endi rasxodlarimni. Kelishdik, savdolashdik. 200 million so'mga baholab qo'ydik. Har qaysi 100 million so'mdan. Ustida savdosi bor, qatib qolgan narx emas. Bemalol kelasizlar. 1 so'mga so'rasangiz ham haqqingiz bor. Kelib ko'rib xarid etsanglar bo'ladi. Manzilni yana eslatib o'taman. Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Bunyodkor ko'chasi, Orientir 8 mo'jizaning qoptonida joylashgan bo'ladi. Bu videoni ana shunday natural obyekt qarab turgan tanish bilish do'stlarimizga tashlab qo'yasiz.